Shu desanglar shu mali bir stakan suv ichaman deb butun boshli sanobga meni kech olib tushdi. Ana operatam arojani olgan. Ha biratim, arojani oldim. Ikkalasini kil qilaman deb miyada rejalar qilyapsiz deyinda. Siz maliga chalg'ib turing, men hozir kelaman. Omad kelsa birdan 96 chiqsin yerdan. Arojali to'kis bu yoqqa kel endi. Atga qochyapsan, qayga bekinyapsan, bu yoqqa kel. Ko'ryapsanmi qo'limdagi noti 416. Keyingi safar bitta o'qotadigan arojanga ishonmaydigan bo'lding, Munini kaltagini yeding. Vah, bu takoycha qiz kimni poylayapti bilmadim-u, lekin men uni poylab turib otib tashladim. Samolyotda nikim chiqmasa angarga bolalar tushmas ekan. Faqat qizlarga qarshi qolib ketamiz shekil. Ana yana bitta jonka. Sariq kiyimchalaringizga ulaydi, burchakda turishlaringizga ulaydi deb otib tashladim. Vah, bu qizimizni personaji yoz kelganini his qilibdi. Shlappangizdan aynanaydi. 3-chisini ham o'tmoqchi edim. Mayli, 1 va 3da shunday buzding. Daji jonim to'laydi, otardim o'zim. Mana turishibdi ikkalasi. Xudoga shukr, tag'in ham joni yo'q deb baqirmadi. Hayt o'tishlaringizga aynanaydi, jonim ketganiga qaraganda menimcha bu qiz yaxshi otishadilar. Shaklari bu tomondan kelayotganini ko'rib otib tashaverdim. Shuncha odamni otib kelibman, bitta shu Samira degan qizni o'qi menga tegibdi. 4 ta qiz bo'lib sani o'ynashinglarni ko'rib, meni 3 yil oldingi xotiralarim esimga tushib ketdi. Nima bo'lganda ham qizlar komandasiga omad, Moni opasiga qomat, e'tibor uchun rahmat. Ana yana tugadi.